Videoga boshqacha yondashamiz. Menga shu idishdagisi yoqdi lekin. Birinchi yoqqandan boshlaymiz. Bismillah. Qaysi suv bilan yaxshi ketadi deb o'ylaysizlar? Bismillah. Idishning chiroyliligini buni. Bu soni birinchi marta ko'rishimiz kerak. Kimga qanaqa bilmadim, lekin menga hammasini ta'mi o'zgacha boshqarib tuyuldi. Ozgina ko'p yeganligim uchun quritdi, totibdi-yu. Voy yuragim. Bu qurit ko'rib $100 esimga tushib ketdi. Esingizmi? Yomonam bo'lishdi bu. Trend hozir. Bu videoni ko'rgandan keyin yeb ko'rmasangiz bo'lmaydi, lekin kattasi zo'r ekan lekin. To'g'risini aytsam, men qaysi suv bilan ichishligini aniq bilmadim. Bilsanglar kommentga yozinglar. Sevishganlarning yuragini ikkiga bo'lib azoblaymiz. O'zimizga yarashadigan ish qilaylik. O'sha o'ylanmasdan qolib ketdim. Alhamdulillah.